Xorazmga gelin bo'lish qiyinmikan, osonmikan? Oson. Qaysi duolaringizda so'radingiz deyishdi-ku. Oilam bor, assalomu alaykum. Urganch Nurmakana xush kelibsiz. Rahmat. Xorazmcha gapirsam tushunasiz faqat. Tushunaman. Xorazmga gelin bo'ldingiz. Sizga 3 ta qiziq savol beraman. Qars javob berasiz. Yaxshi. Xorazm sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, nima boryapti? Dim yoqdi. Bu Xorazmda birinchi o'rinda oyijonim borlar. Xorazmning urf-odatlarini chiroyli qilib tanishtirgan. Toshkentga borganlarida bizda kelin salomlar bor, shunaqa urf-odatlar bor deb tanishtirganlarida tasavvur qilgandim, lekin bu darajada zo'r deb o'ylamagandim. O'zim kelin bo'lganimdan keyin ko'rib, uydagilarimiz ham hammamiz hayron bo'ldik. Bunaqa udumlar borligini to'g'risi shu yoshimgacha bilmaganman. Juda yoqdi. Demak, urf-odatlarimiz sizga yoqdi. Juda ham yoqdi. Xorazmga gelin bo'lish qiyinmikan, osonmikan? Oson. Qaysi duolaringizda so'radingiz deyishdi-ku. Shuni aytdim. Ota-onam rosa duo qilishganman dedim. Haqiqatdan zo'r joy. Xo'p, endi oxirgi 3-savolimiz. Urganch Univermag'iga tashrif buyuribsizlar, kelibsiz. Bu yer haqida fikringiz nechagina? Yangi yil mahsulotlari, boshqa turdagi mahsulotlar haqida? Juda bir ko'p. Haqiqatdan uyga kerakli bo'ladigan yoki bo'lmasam, misol uchun farzandingizni xursand qilmoqchimisiz, yaqinlaringizni xursand qilmoqchimisiz, hamma narsa topsa bo'lar ekan. Ko'p magazinlar bor, kirasiz, nimadir ololmay kam narsa olib chiqib ketasiz. Bu magazinga kirsangiz hamma narsani olgingiz kelar ekan. Juda ham zo'r, yoqdi va endi inshaalloh oyijon bilan tez kelib turamiz. Xo'p, har Xorazmga kelganda sizni Urganch Univermag'ida kutamiz. Rahmat. Bu xarid qilgan narsalaringizni summasi 1 million so'mdan o'tsa, bizda konkursimiz bor. Damas yutib olishingiz mumkin, umra safariga yo'llanma yoki boshqa turdagi sovg'alarimiz bor. Yangi yil arafasida uni o'ynaymiz. Biz ishtirokchiga aylandik demak. Siz ishtirokchisiz. Like'larni bosib qo'yamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Yaxshi niyat qilib kommentariyaga yozib qo'yinglar, farishtalar amin desa, ajab emas. Iloyim. Sizga bo'lsa katta rahmat. Sizga ham rahmat. Do'konlarimizda kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.